Davlat tuzilmalarida korrupsion holatlarga chek qo'yish maqsadida Davlat xavfsizlik xizmati organlari tomonidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Toshkent viloyatining Bekobod shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Guliston tuman bo'limi boshlig'i hamda Bekobod shahar bo'limi katta tezkor vakili fuqarodan 25 ming AQSh dollari olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. ma'lum bo'lishicha, ular Zangiota tumanida faoliyat yurituvchi 4 ta mas'uliyati cheklangan jamiyatning norasmiy rahbari va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 184-moddasi 3-qismi bilan qo'zg'atilib, hozirda jinoyat ishlari bo'yicha Zangiota tuman sudida ko'rilayotgan jinoyat ishini ularning foydasiga ijobiy hal qilishni hamda Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan 2 ta mas'uliyati cheklangan jamiyatda o'tkazilgan kameral soliq tekshiruvlarini noqonuniy deb topib berishni va'da qilishgan. Tergovga qadar tekshiruv davomida aniqlanishicha, departament xodimlari jinoyat ishi doirasida soliq tekshiruvi o'tkazish orqali aniqlangan zarar miqdorini kamaytirish evaziga mas'uliyati cheklangan jamiyatlarning norasmiy rahbaridan muqaddam 108 ming AQSh dollari ham olishgan. Hozirda ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A banda va 28 orqali 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda.